Tak qizlik keldik mana endi nihoyasiga. Tuvagim gazinchi kraska sefordim. Ichiga mana bunaqa sezal solaman. Hammasini tergandan keyin agar ko'rmagan bo'lsangiz, Urizordan buni 15 mingga sotib olaman. Bitta pochkasi, lekin rosa barakali ekan. Gruppalida menimcha 16 ming, 20 minglardan sotishyapti. O'sanglar afsuslanmaysizlar, rosa barakali ekan. Bu yana mana bunda chochilib ko'p bo'lib ketar ekan. Mana bitta pochkani уже 4-gulgami ishlataman hozir. Itto yana qoladi. Ya'ni kichkina gulligi bemalol, katta gulligi ham bemalol. Agar to'ldirsanglar, bariga ham mana bunda to'ldirib qo'yganingiz chiroyliroq bo'ladi. Tak, endi nimadan boshlaymiz? Avvalo butonimni. Butonga mana bunaqa chishilistik qildim. Oddiy chishilistikimizni sal uchiga endi o'zim chizdim. Bunaqa uchli qilib, mana 15 sm bo'lyapti. Oddiy piyon chishilistigiga mana bunda ozgincha uch qo'shib yubordim. Sizlar ham xohlasanglar shunaqa qilinglar. Tushyapti kameraga, ha, tushyapti. Barglari o'sha aytganimdek qaranglar. Bu shablonni qo'ydim, bu shablonni qo'ydim. Mana bunaqa baybicha oldim. Mana bunaqa shaklli moldim bor. Xohlasanglar rasmni tashlab yuboraman. Eski moldim, o'shani qildim. Chizgim kelmadi. Xohlasanglar qaychini orqasi bilan uchli tarafi bilan emas, uchsiz tarafi bilan mana bunda chizuv chizib chiqsanglar ham bo'ladi. Вот, bunaqasini qildim. Mana 3 taligi bu tarafligini qildim. Teyp lenta bilan o'rab chiqdim simini, 1-2 simim. Mana bunaqasiga stebelga mana bitta aylantirib yorib, или даже mana shunday yopishtirsanglar ham, mana uchini 3 tarafga qilib qo'ysanglar ham yaxshi yopishadi. Esingizda qizlar, men bir marta gafri qog'oz bilan o'rab chiqaman. Keyin mana bu chishilistiklarni ko'ryapsizlarmi? Gafri qog'oz chishilistiklarni tegi kiryapti. Akkuratniy bo'lsin ishimiz. Keyin baylarimni joylashtirib, mana bunda qarayman, uzoqdan, yaqindan baylarim yaxshi turibdimi, yo'qmi, izolenta bilan o'rab turaman. Agar hamma butun buketni baylarini mo'ljallab joylashtirib chiqqandan keyin izolenta bilan bo'ldi joyiga tushdi deganimdan keyin izolentani ochib, shundoq bayi joyini o'zgartirmasdan kley surib, ustidan 2 marta izolentani mahkam o'rab, hammasini qilib chiqib, keyin yana bir marta gafri qog'oz o'rab chiqaman. Keyin ustidan lak qilaman. O'shanda mana videoda uncha ko'rinmaydi-yu, sal yartilayapti videoda. Atak hayotdachi mana bu gafri qog'ozi choklari ham bilinmay ketadi. Tak, bunisini bu yoqqa oldinga joylashtiraman. Mana bu o'rtancha shoxim. Buni ham xuddi shunaqa qilib mana bu вообще bitta o'zi turibdi. Bu 3 tali. Xuddi shunaqa gafri qog'ozli. Mana lampochkamizni yaxshi joylashib turibdi. Patronlik kelamayapti, lampa ham yaxshi tushdi. Ikkita lampochka bo'lgani uchun simlarini eng oxirida ulayman qizlar. Чтобы anu gafri qog'ozli o'rayotganda anaqa qilmasin deb eng oxirida o'rayman. Mana bu eng kattasi. Bu ham xuddi shunaqa, mana sim chiqayotgan joyini ko'rib olinglar. Akkuratniy qilib, hammasini joy-joyiga qilib, o'rab chiqib, oxirida lak, mana 3 talik baylarim, mana men bitta qaranglar, bitta o'zini qildim. Mana 3 talik, 2 taliklarim. Qayerdadir bittalik bay qilganman. Mana bu taxlayotganingizda g'ashiliga tegib bo'sh joylari qolib ketsa, unda bitta bay qilib yuboringlar, o'sha bo'shlik yopilsin. Balkim kam baylik qilarsizlar. Bu ham bitta variant. Aytganimdek, qizlar, bu vkusiga qarab qilinadigan narsa. Sal o'zinglarni pochirkinglar ham bo'lsin.
Tak, mana piyonlarimni kiyg'izib oldim. Tak, mana qizlar buketimni taxlab oldim. Baylarimni to'g'rilab oldim. Kichkinasini pastroqga qildim. Kattaroq piyonimni teparoqga qildim. Hammasini joylashtirib, elektrikasini oxirida qilaman. Simni ulab qo'ymanglar, chunki simni ulab qo'ysanglar, keyin mana bu sebellarini o'rashga qiynalasizlar. Mana orqasidan sizlar xohlasanglar orqasiga ham ko'proq bay qilib yuboringlar. Menga shu dostatishni. Hozir elektrikasini ulayman-da. Keyin mana bu tuvagimga shu sezaldan solsam to'lib turadi. Videoda uncha ko'rinmaydi bo'shligi, lekin klientingizni sotib olganda sezal bilan to'ldirib qo'ysanglar, akkuratniy, полноценный ish bo'ladi. Endi mana ulab olib, keyin sizlarga chiroyli holatini ham ko'rsataman qizlar.